qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishlarini qisman qarshi olamiz. Breitbart xabar kanalının 2 martdaki xabarida Sharq Turkiston Surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor seshanba kuni kechda Prezident Baydenning davlat ahvoli bayonotida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olmaganligidan qattiq parishon bo'lganligini aytdi. Uncha ko'p ahvoldan keyin Bayden bostirilgan xalqqa yordam qilganligini uqtirsimi bo'ladi. Xitoyning Amerikaning jug'rafiyalik siyosiy raqibi ekanligi va Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishini o'z ichiga olgan inson haqlari dafsanchiligi yurgizayotganligi bayonotda yer elishi kerak edi. Bayden Xitoyni 3 qatim tilga oldi, ammo uni xalqaroning bexatarligiga yoki inson haqlariga tahdid deb emas, balki iqtisodiy va strategik bir raqib deb sifatladi. Kuchli odam Vladimir Putinning tahdidlik yo'llarini ayblash uchun 10 minutini ayirib 12 qatim tilga oldi. Qimmatbaho ul asliya qurilishini tashviq qilish uchun Xi Jinpingni tilga olib, Xi Jinpingga aytganimdek, Amerika xalqiga qarshi tortishmoq hech yaxshi emas dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy haqida 2 qatim to'xtaldi dedi. Shuning bilan birga yana Salih Xudoyor ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qilgan bayonotida Baydenning saylandan burun prezident kandidati bo'lish sifati bilan sobiq prezident Donald Trumpning Uyg'ur xalqini qutuldirish uchun yetarli tirishchilik ko'rsatmayotganligini ayblaganligini, hamda o'zining bu ishni qila olmayotganligini aytib, saylan mezgilida Bayden Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata kuchli bir shaklda qarshi turadiganligi to'g'risida va'da bergan edi. Prezident bo'lish sifati bilan davlat birlashmasida bu masalani hal qilishga urinmadi degan edi. Breitbart xabar kanali Salih Xudoyorga ulashdi va Baydendan nimani talab qilganligini so'radi. Salih Xudoyor hech bo'lmagandimi Amerikaning Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy rahbarlarini davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ilib berilgan jinoiy qilmishlar, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qartilgan javobgarlikni surishtirish uchun kuchli tadbir qo'llanilganligi to'g'risida so'z qilsa bo'lganligini, Xalqaro jinoiy ishlar sudining Uyg'ur qirg'inchiligini bartaraf qilishni rad qilganligini va Amerikaning besimining buni o'zgartirishga yordami bo'lishi mumkinligini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining xalqarodagi diqqat va besim sababidan Ukraina Rossiya urushiga qarata tekshirishni boshlaganligini, ammo hozirga qadar Xitoyni tekshirishni rad qilganligini, Amerika Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyni tekshirishga chaqiriq qilsa bo'ladiganligini, hatto Xitoy rad qilgan taqdirdami Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining kun tartibiga elib kelishning tamoman mumkinligini aytdi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va advokatlar jazo lagerlarining sun'iy hamroh tasvirini to'plagan bo'lsa-mu, rahimsizlarcha qiynash va tug'maslikning shayti bo'lgan jazo lageridagi ziyonkashlikka uchrag'uvchilar bilan suhbatlashish, Xitoyning irqiy qirg'inchilik muddaosini oshkorlaydigan ichki hujjatlar va boshqa muhim isbotlarga qaramay, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ko'p qatam Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblaydigan dalil isbotlarning yetarli emasligini o'ttirib qo'ydi. Bayden 2022 yildagi saylam jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini bir masala sifatida o'ttirib qo'ygan. Shu yili 8-oydagi saylamning safarbarlik faoliyatida Bayden Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tilga og'siz zulm qilayotgan Xitoyga qarshi turadiganligi to'g'risida va'da bergan. Saylamdan keyinmi uning davlat kotibi Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb ayblagan. Bayden 2021 yili 2-oyda CNNga Xitoyning tarixda birlikka kelmay sirtqi dunyoning besimiga uchraganligini, shunga Xi Jinpingning davlat ichida birlikka kelgan qattiq kontrol qilish usulini qo'llanganligini aytgan edi. Shuning bilan birga Xi Jinpingga ichki besimning Xitoyning kishilik huquq masalasini tilga olishiga tub sabab ekanligini, Amerikaning qimmat qarshini akseptirmagan har qanday birining Amerikaga prezident bo'lolmaydiganligini, Xi Jinpingning Hong Kongda, Sharq Turkistonda va Tayvanda qilayotgan qiliqlarini ayblab, bir Xitoy siyosatini majburiy to'sib qilishni xohlamaydiganligini, har bir davlatda o'xshamagan kultur farqining borligini, rahbarlarning buningga ergashishi kerakligini aytganligini tilga olgan edi deyildi. Nevis Max'ning 2 martdagi Sharq Turkistonning rahbari Baydenning birlikning ahvoli to'g'risidagi doklati Uyg'urlarni qattiq umidsizlantirdi dedi degan temadagi xabarida Bosh ministerimiz Salih Xudoyorning Breitbart xabar kanaliga bergan bayonotini tafsiliy bayon qildi.
ABC xəbərlərinin 3 martdakı xəbərinə qaraganda, Germaniya Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik hüquq işxanasını Uyğur dokladını elan qilishga chaqirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock payshanba kuni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik hüquq işxanasının atalmış Şinjandakı Uyğurlarning ahvoli to'g'risidagi dokladini e'lon qilishini talab qildi. Baerbock payshanba kuni Jenevada o'tkazilgan 47 davlatdan tashkil topgan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı inson haqlari ishxonasida qilgan sinliq so'zida Yer shari qurilmasining texmo suzuklikka ega bo'lishi kerakligini, inson haqlari kengashining Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning tutib turilayotganligiga aloqador dokladni e'lon qilish, Beyjingning Sharqi Turkistonga bemalol berib ziyorat qilishiga ruxsat qilishni talab qilganligini aytdi. Jenevadagi diplomatlar dokladni tayyorlaganligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari direktori Mashal Bachelet dokladni e'lon qilishni kechiktirganligini e'tirof qildi. Amerikada chiqadigan payda olmaydigan matbuot Koda jurnali 1 mart kuni jurnalist Katya Petin tarafidan yozilgan Xitoy bir Uyg'ur jurnalistni o'ziga qaytarib berishga buyruq tushirdi. Uning ayoli buni to'xtatish uchun Istanbul ko'chalarida qarshilik ko'rsatmoqda sarlavhalik maqolasi e'lon qilindi. Maqolada İdris Hasanning Marokashda tutqun qilinishi, ayolining Istanbul ko'chalarida namoyish qilish jarayoni bayon qilingan bo'lib, Mundaq deyildi. 28 yoshlik Buzay Nura Ubul Xitoy hukumatining yo'ldoshi İdris Hasanning Marokash hukumati tarafidan Xitoyga qaytarilish buyrug'ini yangishni qaror qilgan. U har kuni 3 bolasi bilan birlikda namoyish qiladi. Uning yo'ldoshi İdris Hasan kompyuter injeneri, jurnalist, faoliyatchi bo'lib, muhojiratda atalmish Şinjanga qaytarilish xavfida yashayotgan minglagan Uyg'urlarning biri. Buzay Nura Ubul Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni turma va lagerlarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, chet eldagi Uyg'urlarga xotirjam yashash imkoni bermayotganligini, Xitoyning Uyg'urlarga hech bir yerda arom bermaydiganligini aytdi. O'tgan 10 yilda Zaynura Ubulning yo'ldoshi Turkiya doiralari tarafidan to'xtamay parokandachilikka uchragan. Oxirida uning oilasining uningga ergishishini planlab, davlatdan ayrilishga majbur qilgan. Uning aytishicha, bu Xitoy besimining Turkiyaga kelganligining isboti ekan. İdris Hasan Xitoyning o'zi uchun bir qizil tashliq uqtirish chiqargandan xabarsiz edi. 2021-yili Kasablanka aerodromida tutqun qilindi. Bugungi kunda Marokashda turmaga qamaldi. Xalqaroning qarshilik ko'rsatishi natijasida Interpol qizil tashliq uqtirishni bekor qildi. Yaqinda Xitoy bilan tuzilgan kelishim bo'yicha İdris Hasanning Xitoyga qaytarilishi qaror qilindi. Bundaq bo'lganda İdris Hasan 2021-yili kelishim bo'yicha Xitoyga qaytarilgan tunji Uyg'ur bo'lib hisoblandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiynashga qarshi turish komiteti Marokash hukumatiga İdris Hasanning da'vosini inchiklab tekshirish, Xitoyga qaytarib bermaslik to'g'risida besim qildi. Bu jarayon bir necha hafta, oy, hatto yillarni elishi mumkin. Bu ahvol İdris Hasanning ayoli va bolalarini murakkab bir ahvolga tushirib qo'ydi. Buzay Nura Ubul yo'ldoshining qo'yib berilishi uchun harakatga o'tdi. Mana bu uning hikoyasi deyildi. Har qanday bedel to'lab mustaqillik va o'rlikning buzg'unchilikqa uchrashiga aslo yo'l qo'ymaslik. O'rlikni va mustaqillikni haqiqiy ma'noda qo'g'dash va buning uchun eng oxirgi shaxsning eng oxirgi tomchi qinini iqtib, insoniyat tarixini shonliq o'rnaklar bilan bezash. Mana bu mustaqillik va o'rlikning haqiqiy mohiyatini, keng ma'nosini, yüksek qiymatini vijdoni bilan tunib yetgan millat uchun asosiy va o'lmas prinsip. Faqat bu prinsipda ching turib, har turli fidokorliklarni har vaqt berishga tayyor millat davomliq insoniyatning hurmatlashi va qadrlashiga loyiq bo'ladi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.